Jamoaviy katta challenge boshladik. 30 kilometr masofani piyoda bosib o'tish. Marshrutimiz Urganch Nirroy Shimir do'konidan Xiva Islomxo'ja minorasini chaldi. Minoraga chiqqan dastlabki 3 ishtirokchi g'olib bo'ladi va pul mukofotini qo'lga kiritadi. 18 ishtirokchi 30 yoshdan oshganlargina sovrin uchun kurashadi. Ikki qatnashchimizni yoshi yetmasam, o'zini sinab ko'rish uchun biza bilan yo'lga chiqdi. Kerak bo'lsa yordam ko'rsatish va nazorat etib borish uchun 3 mashinada komissiya a'zolari bizani kuzatib bordi. Start berilganidan keyin ko'p o'tmin oramizdagi eng yoshulli ishtirokchilarimizdan biri Soliyaga yugurib hammadan o'tib ketdi. Bir bilgani bodidan deb vaziyatni yoritish uchun orqasidan yugurdim. Soliyaga yoshligimda Xorazm futbol klubida darvozabon bo'lgan. Taxminan 2 kilometrdan so'ng yugurishdan to'xtab, orqamizdan yugurib kelayotgan ishtirokchilarni kutdim. Men rejam yetib kelgan har bir ishtirokchi bilan ozgina suhbatlashib, Instagramga stories qo'yib borish va oxirimda o'zim yugurib hammadan o'tib ketishadi. Oxirgi 9 oy davomida muntazam sport bilan shug'ullanganim o'zimga ishonch berdi. Lekin oldinda bizani hamma ham yengib o'tolmaydigan sinovlar kutib turganini bilmadim.